Sochingiz ta'lim. Yo, Rolex top birga chiqsinlar. Qani, birga o'ting. Man ketdim 30ga. Hozir Rolex akam hammalaringni parod qilsin. Hammanglar parod qilib qo'yadilar. Gapni qaranglar, mani videoda ko'rsangiz jiloningiz bo'ladi. Sikdim. Men o'ylanib olay. Yo, anaqa Dilshod aka bo'layaptiki menga, sen meni kim deb o'ylayapsan? Men sen bilan drakon qilib gaplashmayman, senga просто 30 gani shunday yopib beraman dedilar. Ko'ramiz. Shu siktirsang baxting ochiladi. Hozir yangi u gapim eski temada qolib ketdi u gapim. Hozir yangi tema. Sikkanda bahor. U gap modadan qoldi ush. Obed tovuq bilan kolbasa 5 minut tayyor bo'ladi. Ungacha qo'lim yuvib kelay. Sikkanda bahor gavj. Google bizniki zator oltin deb qo'ydi. Odamlarda shu ro'tim bilan tuxumam yo'q, kolbasa bo'pishim yo'q. Kimda shunaqa manda o'qisa, что asablari joyiga kelib, kayfiyat ko'tariladi. Menda shunaqa o'zimdan aylanay. Nima debdilar? Videodan meni ko'rib, bitta sevib qolasiz javob. Kimni sevib qolayotgan deb o'ylayotdim hozir. Dilshod aka hozir kimni sevib qolayotgan deb o'ylayotdim. Как раз de. Bu rasmni ko'rsangiz bir-biriga ko'nglingiz qoladi. Yo, hozir men faqat Rolex akam bilan sevishyapman. O'zi menga kechga planim yopib beradilar bular 30ga. Короче, bitta подписка tashlagan dedilar, men o'zim dedilar. Javob dedilar, kechga dedilar. Tayyor bo'ldimi? Hozir harakat qilyapmiz tayyor bo'lishga. Ochiq oyda bir
признание bo'ldi-ku. Nima? Men